Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz hamda chorva ishbozlari, hammalari tomon salom charchmasdan ro'za Ramazonlar bilan barcha musulmon aka-ukalarimiz, chorvador akalarimiz, veterinar aka-ukalarimizni hammasiga baxt omad, Allohim ishimizga baraka bersin. Ro'za Ramazonda kimga nimaga niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga yetsin. Bugungi berayotgan maslahatlarimiz sigirlar bo'yicha. Sigir to'g'liqdan boshlab to qochguncha bo'lgan jarayonga maslahatlar berib o'taman. Sizlarga ma'zur kelsa, albatta like bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Agar kanalimizga yangilar bo'lsa, albatta podpiska qilib qo'yasizlar. Sizlarga o'sha kerakli bo'lgan ma'lumotlar o'sha chorva bo'yicha yordamimiz tegib qoladi. Sigirlarda birinchi boshlab to'g'liqdan boshlab aytaylik, homiladorlik davridan oxirgi mana shu 7-8 oylik homilador yaqinroq kelavering, dorilar ko'rsataman. Xohlasin golishdan bo'lsin, xohlasin chorni piyostra bo'lsin, xohlasin smetal yo o'zimizda oddiy jaydar mollar, uning farqi yo'q. Homiladorlikdan boshlab, imkon bo'lsa 7 oylikdan boshlab birinchi o'rinda yerga bog'lagan ma'qul. Agar yerga bo'lmasa, stachka yo betonda bo'layotgan bo'lsa, mana shunday holat zo'r. Mana ko'ryapsizlar, samon qalin qilib tashalgan qo'yibdi, ayamay qo'ygan. Buni katta foydasi bor. Tug'liq boshlandi. Tug'ilgandan keyin yo'ldosh holatiga, yo'ldosh tushishi bo'yicha ozgina to'xtalib o'tamiz. Sigirni o'sha tug'liqdan keyin to yo'ldosh tushmaguncha birinchi o'rinda suv berib qo'ymaysizlar, atalib berib qo'ymaysizlar. Ko'pchilik holatlarda ozgina shamollash bo'lsa yo sigirda zo'riqish bo'lsa, bachadon bo'yni yo bo'lmasa matga chiqib ketib qoladi. Shuni hisobiga shu vaziyat og'irlashib qoladi. Keyin yana veterinar chaqirish kerak, yo bo'lmasa agar bilib-bilmay chiqib ketsa, sololmasa ayanchli ahvollarga olib kelib qoladi. Shuning uchun yo'lda tushmaganicha maslahatim, atalarni sal ozroq berib, shirchoy yo bo'lmasa shu o'ziga kerakli ozroq berib, o'sha yo'lda tushmagandan keyin o'sha suvini keyin atalasini ko'proq beraverasizlar. Shu holati yaxshi. Endi uchinchi tarafi o'sha buzoqchalarni postoyanno o'sha nam joyga bog'lamash kerak. Ichak faoliyati shamollash holat bo'ladi, ichib ketish holat yo diareya bo'lib qolish mumkin. E'tibor qilish kerak, turpa yalamasligi uchun D kalsiy uch berib turgan yaxshi. Keyin yo'ldosh tushmay qolsa, masalan 10 soatdan o'tyapti, tushmaganiga veterinar chaqirasizlar, mutaxassis chaqirgandan keyin yo'ldoshni oladi. Keyin olgandan keyin обязательно mana shu. Mana yaqinroq keling. Yodapin degan dori. Yodapin. Mana shu doridan holatiga qarab 2 tadan 5 tagacha katta kichikligiga qarab обязательно tashatinglar. Maslahatim bu o'sha yo'ldosh tushmagandan keyin ichkarida shamollash bor, yo o'sha ichkarida chala qolish bo'ladi, yo bo'lmasa qo'l bilan olingan vaqtda tuxumdonlar, katildonlar yallig'lanadi. Keyin yo'lda keyingi 10 kun, 15 kun, 20 kunlik davrda ring kelish holat bo'ladi. Ring kelish holat ko'p bo'lib qoladi. Shuni hisobiga shu narsa esdan chiqmasin. Yodapin обязательно tashatinglar, esdan chiqmasin. Keyin tushmay qolgan holatda tushsa, o'shanday hisobi ketaveradi. Keyin o'sha orqasidan o'tiratoriton matkan joylashishiga katta foydasi bor. Netafarm Rossiyan dorisi katta foyda qiladi, yaxshi bo'ladi. Agar ichidan virilna kelish yo shunda yana bir gap to'xtalib o'tib ketamiz. Qochmayotgan mollar bor, qayta keladi. Yo bo'lmasa o'sha matkada shamollash bor degan hisobiga qochmaydi. Shuni hisobiga mana Atekar degan ukol dori yuviladi matka. Ana shundan qochmayotgan mollarga 3 kun ustma-ustun 20 grammdan 50 grammgacha katta kichikligiga qarab mutaxassislarga aytsangizlar, o'sha ichkarini yuvib beradi. Endi yuvib ko'rsatdim, lekin boshqa vaqtda yana bir kuzatishda davom etsanglar, keyinchalik yana bir tushuntirib o'taman. Ana buni katta foydasi bor. O'sha qochmayotgan mollarga yaqindan chiqyapti bu dorilar. Hali endi ko'p mutaxassis aka-ukalarimiz, veterinarlarimiz bo'ladi, ko'p chorvadorlar aka-ukalarimiz ham bilmaydi. Shuning uchun o'sha matkani ichiga
teshigiga yo'lda tushmagan holat olingandan keyin videlina ko'p irin kelib qolsa ishlatasizlar, keyin qochmagan mollarga ishlatasizlar. Keyin to'g'liqdan keyin 20 kun suvga e'tibor qilinglar. Chekkan suvi iliq bo'lsin. Matka to 40 gacha matka holat ochiq turadi. Shuni hisobiga sigir mollarda shamollab ketish boshqa mollarga qaraganda shamollashga moyilligi ko'proq bo'ladi. Shuning uchun o'sha 40 gacha suvni muloyim iliq qilib bergan ma'qul. Keyin o'sha 20 dan keyin maslahatim o'sha Yetsilin Ultratriton yo meditsinskiy aptekadan Betsilin 5, Mitret, kalsiy glyukonat, vitamin kompleks, vitamin C shu konlardan bir 3 kun qildirib qo'ysangizlar, mollarda vaqtida kuyga keladi, shamollash bo'lmaydi, keyin o'sha kuylash davrida vaqtida o'tib ketadi. Shu bilan mana shu sigirlarga mana shu maslahatlarim juda sizlarga kerak bo'ladi. Bugungi berayotgan maslahatlarimiz shulardan iborat bo'ldi. Yana kimdagi chorva bo'yicha, sigirlar bo'yicha savollar bo'lsa kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirib boringlar. Qo'ldan kelgancha javob berib boraman. Maslahatlar kerak bo'lsa telefon nomer qoldiraman. Telegram kanalimiz bor. Fleshkasini qo'yib qo'yaman. Shunga ulanib bemalol o'sha kasalliklar bo'yicha maslahat olishlaringiz mumkin. Keyin yana o'sha veterinar mutaxassis aka-ukalarimizga, chorvador aka-ukalarimizga o'sha veterinariya asbob-uskunalar kerak bo'ladimi? Topilmas dori-darmonlar kerak bo'ladimi? Aloqa etsangiz, O'zbekiston bo'yicha yetkazib beraveramiz. Masalan, zont kerak, metall diktor kerak yo kateterlar kerak, shprislar, yelinlarni ochish uchun mastit. Keyin o'sha mastit masalasida ham hali bir yana to'xtalib o'tamiz. Unga atdella bir video chiqaraman. O'sha mastit bo'yicha o'sha oziqasi qanday hammasi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Kuzatishda davom etaveringlar. Sizlarga maslahatlarimiz ma'qul bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Allohim chorvamizga baraka beraversin. O'zbekistondagi barcha veterinar aka-ukalarimizga ham omon bo'linglar, sog' bo'linglar.